Elning ko'zi 50lik deb yaxshi narsani bek to'naysizlar do'stlar. Aldingi so'pim talatirning 5 xil sorti bor. Ular mavu deb tanishtirib chiqarsam, meningki rasmlarini tatib yo'llab, mush sortingizdan asam bo'ldi deb nurg'un do'stlar ayrim yo'llabsizlar. Bu Charlotte xonim degan sortimiz guli intayin yo'g'on ichilgandan boshqa intayin mizlik buraydi. Meyve puraydı, meyve şerbet ettirdi, bexbaqallar barmı? Şundan o'xshashlar meyve puraydı, gül icilgan asallarisi ketemay qaldı qışıdın. Ondan keyin yazdın ko'zgacha to'xtamay ichildi. Birisi ichilib to'z bo'g'ich, yana keyin yana birisi g'uncho'p marasimini ko'rgansizlar. Shu g'uncho'p bilan turdi, qachon qarasanglar ichilgan gul bilan ko'rasizlar. Anadan keyin ko'p bash ichildi va bir yerda 2 dan 3 dan g'uncho'p ko'p bash ichildi. Ondan Aştaq yögünməyimiz, köməyimiz qışdan bemalol ötüb chiqalaydı. Şaxları əvrişim chiqidi. Yan şaxlarını çatab, analıq 3-dən 4 şax qoyub üstüge östəsanglar tezli yamış barangı chiqib boldu. Köçətin asılık seri qarıq esib qoydum. Dostlar ayrimxonada qilsanglar men sal mana chikini aldirash bo'lib qoldim. Vaqt javob berib olamay qoldim. Ba'zilaringlar men yana qo'shab, ayandan gapinglarga javob bermasam darhol juydi dekansizlar. Shunlashqa sizlar qulaylik bo'lishi uchun men do'yin do'konga seri qarıq esib qo'ydim. Kirib setib olsanglar bo'ldi. O'xshash yana. Ondan do'stlar oxirida filmimni ko'rib, mishagich kelgan bo'lsanglar, cho'qim bir yuraklaringlarni besib deb bir qo'llab qo'yishni unutib qolmagan bo'lsanglar.